Assalomu alaykum. Bugun siz bilan ovoz haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, men Ruxshona Nimajonova. Bugun siz bilan ovoz haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Ruxshona Nimajonova. Bugun siz bilan ovoz haqida gaplashamiz. Xo'sh, farqni sezdingizmi? Bu tug'ma ovoz emas. Aksincha, bu texnika. Ko'pchilik o'z ovozini yoqtirmaydi. Kimnidir ovozi juda ham ingichka yoki kimnidir ovozi juda ham siqilgan va sizni eng katta qilayotgan xatoyingiz bu ovozlarni umuman o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylashingiz. Professional ovoz bu tug'ma ovoz emas. Aksincha, professional ovoz bu mashq qilingan ovoz. Assalomu alaykum. Men Ruxshona Nimajonova. 8 yildan beri media sohasida faoliyat yuritaman. Brand face, ambassador va 3 yildan beri dublyaj aktrisasiman. Bundan tashqari, nutq bo'yicha mentorlik ham qilaman. 8 yil davomida o'z ovozim ustida ishlash jarayonida shuni angladimki, ovozni ochish va uni professional darajaga olib chiqish uchun 8 yil shart emas ekan. Aksincha, inson chin dildan harakat qilib, ovozini ustida muntazam ishlasa, uni qisqa muddatda ham ochish va professional darajaga olib chiqish mumkin. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman, chunki siz asl qiymati $60 bo'lgan ovoz bo'yicha 7 kunlik xaritamni olishga juda ham yaqin turibsiz. Faqat uni bitta sharti bor. Videoni oxirigacha ko'rasiz va uni qanday qilib olishni videoni qayerdadir aytib o'tib ketaman. Xo'sh, yoqimsiz ovozning sabablari nimada? Nega ba'zilarning ovozini qayta eshitgimiz keladi-yu, ba'zilarnikini esa eshitishga toqat qila olmaymiz? Buning 3 ta eng asosiy sababi bor. Birinchisi, ko'pchilik gapirganda tomoqni siqadi, ya'ni ovoz bundan keyin xirillab chiqadi. Ikkinchisi, noto'g'ri nafas oladi. Uchinchisi, jag'ni ochmaydi va shularning natijasida ovoz erkin chiqmaydi. Keling endi shu 3 ta sabab ustida ishlagan va ovozini professional darajaga olib chiqqan ustozlarni bir eslaylik. Inson bo'lsang, vataningga sodiq bo'l. Bo'lmasa sen inson emassan. Maxluqsan. Hayotni faqat yeb ichish, kayfu safo qilish emas, insonni inson qiladigan holat ma'naviy ozuqa. Har kuni ertalab o'zimga o'zim shu ishni qilishing shart emas deyman. Lekin o'zimni majburlayman. Va yana hammasi iziga tushib ketadi. Ko'ksimda alamlar gulladi sensiz. Ko'zimga ko'z yoshim sig'madi sensiz. Bilmaysan qanchalar senga zorligim. Yuragim necha bor yig'ladi sensiz. Inson bu ovozlarni qayta va qayta eshitgisi keladi. Albatta, bu ovoz sohiblari ham tug'ilishi bilanoq xuddi shunday go'zal ovoz bilan tug'ilishmagan. Albatta, muntazam mashqlar va ovozini ustida ishlash orqali shunaqa go'zal va noyob ovozga erishishgan. Yodingizda tuting. Sizning ovozingiz sizning yuzingizdir. U sizdan oldin gapiradi. Qani endi asosiy mavzuyimiz ovozni chiroyli qilishga qaytamiz. Hozir men sizga ovozingizni chiroyli qilish uchun poydevor bo'lgan top 5 ta eng sara mashqlarni beraman. Agar bu mashqlarni har kuni bajarsangiz, ishoning, bir necha hafta ichida ovozingiz chiroyliroq, jarangliroq chiqayotganini seza boshlaysiz. Xo'sh, farqni qanday qilib sezaman deyotgan bo'lsangiz, buni eng zo'r bir usul bor. Hoziroq o'zingizni videoga olasiz. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib berasiz. Undan so'ng esa mashqlarni bajarganingizdan keyin bir necha haftalar o'tgandan so'ng o'zingizni yana qayta tasvirga olasiz va videolarni solishtirgan holatda o'zingizdagi farqni sezishingiz mumkin bo'ladi. Unda boshladik. Birinchi mashqimiz diafragmadan, ya'ni qorindan nafas olishni o'rganamiz. Buning uchun nima qilasiz? Bir qo'l ko'krakda, bir qo'l qorinda. Burun orqali nafas olasiz. Yelkalar ko'tarilmasin, qorin oldiga chiqsin. Sekin nafasni chiqaramiz. Bu mashqni 10 marta bajarasiz. Hoziroq videoni shu yerda pauza qiling va o'rningizdan turib diafragma mashqini bajaring. Bu sizga nima beradi? Birinchi o'rinda ovozni erkinlashtiradi, tomoq bosimini kamaytiradi, ya'ni tomoqdagi xirillashlar yo'qoladi va eng asosiysi pastki nafas, ya'ni qorindan nafas olishni ochadi. Endi ikkinchi mashqimiz M-rezonans mashqi. Bu juda ham qiziqarli mashq va o'zimga ham juda ham yoqadi. Bu mashqimizning ikkinchi nomi vibratsiya deb ham ataladi, chunki bunda siz lablar yopiq deyishingiz kerak bo'ladi va vibratsiyani boshda, ko'krakda va yuzda his qilishingiz kerak bo'ladi. Vibratsiyani boshda his qilish uchun mana bunday harakatlar qilamiz.
ko'krakda his qilish uchun mana bunday qilamiz. Yuzimiz, ya'ni lablarimizda vibratsiyani his qilishimiz uchun yana xuddi shu mashqni takrorlaymiz, lekin bu safar ko'krakda emas, lablarda vibratsiyani his qilishga harakat qilamiz. Bu mashq orqali ovozingiz yana ham jarangdorroq bo'ladi. Undan tashqari ovozingizni his qildirishni boshlaysiz. Bu mashqni hoziroq bajarib ko'ring. Vibratsiyani his qildingizmi? Unday bo'lsa tabriklayman, chunki ovozingizni chiroyli qilish jarayoni endi sizda 2x ga osonlashadi. Eng muhim mashqlardan biri jag' mashqiga ham yetib keldik. Ovozimizni chiroyli bo'lishida birinchi o'rinda jag'imiz, yuzimiz, lablarimiz va tilimiz faol ishtirok etishi kerak. Avval og'zingizni katta oching. Tomog'ingiz ochilganini his qiling. So'ng pastki jag'ni o'zini erkin pastga tushiring. Shunchaki pastga tushiring. So'ng uni yana tepaga ko'taramiz. Undan so'ng esa yon taraflarga harakatlantiramiz. Keling ozgina pauza qilamiz. Bu mashqlar ovozingizni chiroyli qilishdagi boshlang'ich mashqlar hisoblanadi. Hali bizda nafas, artikulyatsiya, intonatsiya, rezonator, ovozni erkinlashtirish, kamera oldidagi nutq va bir qancha ovozga oid mashqlarimiz bor. Men shu mashqlarni hammasini jamlab, hammasini ko'rsatib bergan va tushuntirgan holatda 12 ta video darslikdan iborat katta onlayn kurs tayyorlaganman. Bu kursda hamma ovoz va nutq bo'yicha muammolaringizga yechim topasiz va ularni bartaraf etasiz. Xo'sh, bu kursda nimalar o'rgatiladi? Birinchi o'rinda ishonchli gapirishni o'rganasiz. Bilaman, o'zingiz qolganingizda juda ham zo'r gapirasiz, yorib tashlaysiz. Lekin omma oldiga chiqqaningizda harflaringiz tutilishni va so'zlaringiz yeyilib ketishni, o'zingizdagi hayajonni boshqara olmaslikni boshlaysiz. Bu kursda esa shu muammoni bartaraf etasiz. Ravon nutq. Gapirganingizda R, L, S, Z harflaridagi defektlarni yo'q qilasiz. Undan tashqari, gapirayotganingizda so'zlaringizdagi yeyishlarni bartaraf etasiz. Albatta, kursni tugatganingizdan keyin professional va chiroyli ovozga erishasiz. So'ng artikulyatsiya muammolari. Albatta, talaffuzingizdagi muammolarni ham bartaraf etamiz. Defektlarni yo'q qilish, ya'ni nutqdagi degan to'xtalishlar va pauzalarni yo'q qilamiz. Butunlay monoton nutqdan voz kechamiz. Uzoq vaqt davomida nutq so'zlashni o'rganasiz va eng aktual muammo parazit so'zlardan voz kechamiz. Anaqa haligi degan parazit so'zlaringiz bor-ku, shularni yo'qotamiz. Bu kurs o'zi kimlar uchun? O'qituvchilar, blogerlar, biznes egalari, omma oldida nutq qiluvchilar, jurnalistlar, bo'lajak radio va teleboshlovchilar, dublyaj sohasida ishlamoqchi bo'lganlar, brend face va ambassadorlar uchun. Xullas, qisqa qilib aytganda, barcha nutqini to'g'rilamoqchi bo'lgan insonlar uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, bizni 2 xil tarifimiz bor. Start va premium. Start tarifimizda nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda 12 ta video darslik, so'ng PDF formatdagi dars mashqlari. Ya'ni har bir darsdan so'ng biz sizga PDF formatda har bir mashqlarni alohida tashlab beramiz. Undan so'ng esa guruhimizda savol-javob bo'ladi. Ya'ni siz guruhimizda o'zingizni qiynayotgan nutq bo'yicha savollaringizni bemalol berishingiz mumkin bo'ladi va biz sizga javob beramiz. Sertifikat albatta bo'ladi. Va eng qiziqarlisi, men qatnashadigan syomkalarda siz ham qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni meni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va oxirgisi 3 oylik obuna. 3 oylik obuna o'zi nima degani? Telegram kanalimizda bir marta obunani sotib olasiz va sizda 3 oy materiallardan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Premium tarifimizda esa 12 ta darslik, PDF dars mashqlari, savol-javob guruhda bo'ladi, sertifikat, syomkada qatnashish va ushbu tarifda sizda 3 oylik emas, balki 6 oylik materiallarni foydalanish imkoniyati bo'ladi. Undan so'ng esa biz haftalik video chat o'tkazamiz. Ya'ni har hafta bir marta 2 soatdan video chatda siz bilan ko'rishamiz. U yerda esa siz o'zingizni qiynagan savollarga javob topasiz va men sizga yechim beraman. Undan tashqari har bir insonga 2 ta yozma konsultatsiya beriladi shaxsan o'zim tomonidan va chuqurlashtirilgan ovoz parhezi bo'yicha qo'llanma ham beriladi. Va kursimiz so'ngida premium tarif o'quvchilar uchun bir kunlik offlayn uchrashuv ham
tashkil etiladi. Endi narxlarga kelsak, start tarifimiz 1.100.000 ming, premium tarifimiz esa 2.500.000 ming. Agar siz kurslarimizni 6-iyun sanasigacha sotib olsangiz, 30% chegirmada kurs narxlarini taqdim etamiz. Ya'ni start tarifimiz 770 ming so'm bo'ladi, premium tarifimiz esa 1.750.000 so'm bo'ladi. Agar siz ham professional ovozga erishmoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Kursga yozilish va batafsil ma'lumot uchun quyidagi link orqali adminga yozishingiz mumkin. 4-mashqdan davom etamiz. Endi yana ham qiziqarli va eng muhim mashqlardan biri bo'lgan artikulyatsiya, ya'ni talaffuz mashqini birgalikda bajaramiz. Xo'sh, bu mashqni qilish uchun birinchi navbatda jag'ni ochib, bu mashqlar sizga kulgili tuyulishi mumkin, lekin aynan shu mashqlar ovozingizni chiroyli bo'lishida poydevor bo'ladi. Shuning uchun hoziroq men bilan birgalikda bajaring. Jag'ni ochamiz, erkin harakatlantiramiz va ba, bo, bu, be, bi deb jag'ni butunlay to'liq harakatlantirgan holatda shu so'zlarni aytamiz. Qani boshladik. Ba, bo, bu, be, bi, ma, mo, mu, me, mi, fa, fo, fu, fe, fi, da, do, du, de, di. Barakalla. Bu mashqni avval sekin aytasiz. Og'iz mushaklarini va tilingizni moslashtirib olganingizdan so'ng esa bu mashqni sekin asta tezlashtiramiz. Xuddi ba, bo, bu, be, bi, ma, mo, mu, me, mi, da, do, du, de, di, fa, fo, fu, fe, fi. Mana shunday. Va eng so'nggi mashqimiz ovoz sirenasi deb nomlanadi. Bu juda ham qiziqarli mashq. Avvalo sirena o'zi nima? Sirena bu hammamiz bilgan shu narsa. Endi ovoz sirenasi qanaqa bo'ladi? Buni hozir birgalikda bajaramiz. M tovushini xuddi sirena kabi harakatlantirgan holatda chiqaramiz. Boshladik. Mana shunday. Sirenaga o'xshadimi? Bajarib ko'ring. Xo'sh, bu mashqimiz nega sirena deb nomlanadi? Chunki bilganingizdek, sirenaning ham ovoz to'lqinlari avval tepaga, so'ng pastga harakatlanadi. Biz ham ovozimizni xuddi shunday harakatlantirdik. Xo'sh, bu mashq sizga nima beradi? Bu mashq ovozingizni chiroyliroq qiladi hamda ovoz diapazoningiz, ya'ni baland pastligini aniqlashingizga ham yordam beradi. Kursga yozilish va batafsil ma'lumot uchun quyidagi link orqali adminga yozishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 30% chegirma faqat 6-iyungacha sotib olganlarga amal qiladi. Kursda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.